Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Black MC kanali va qarshingizda Humoyun. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda FIFA Mobile o'ynab dam olamiz. FIFA Mobile'da bo'lsa, o'sha mashhur chempion UEFA Chempionlar Ligasini o'ynaymiz. Do'stlar, bugun mana UEFAga kirib ham oldik. Va biz bu yerdan Real Madrid bo'lamiz. Albatta, men Real Madrid fanatiman, kim bilmasa. Biz albatta boshidan finaldan emas, boshidan o'ynaymiz. Agar kimda kim kanalimga obuna va like bosgan bo'lsa, bu videolarni ko'radi. Yaxshi do'stlar. Va biz birinchi bo'lib Atletico Madridga qarshi o'ynaymiz va har bitta qismda, har bitta birinchi o'yin va javob uchrashuvida ham videoga olib boraman do'stlar, toki finalgacha. Har kuni bittadan video chiqishiga o'zim kafolat beraman do'stlar. Bir kunda bitta video. Yaxshi natija. Mbappe, Rodrigo, Griezmann, Alaba. Uning tarkibi Mbappe, Uji. Ular bizga tashlanmadi. Mayli, Kylian Mbappe, gol! Gol, qanaqa gol bu, zo'r-ku. Do'stlar, birinchi boshlanishida o'zida Kylian Mbappe gol uryapti. Albatta Real Madriddan yana nimani kutib bo'ladi? Bunday o'yin kutmasak. Bellingham gol. Nimani ham kutamiz Real Madriddan do'stlar. Real Madrid nomer 1. Hech qaysi klub karimlamasin. Bu videoni Real emas, Barsa muxlislariga jo'natib qo'yamiz do'stlar. Yaxshi, Kylian yana bir marta hujumga boshladi. Bu safar gol ura oladimi yo'qmi bilmayman. Gol. 4 minut o'tib yana bitta gol do'stlar. Mana buni gol deydi. Xo'p. Menimcha Chempionlar Ligasi bu safar bizlarniki bo'ladi. Bellingham. Sekingina gol, urib qo'ygan yaxshi dabab do'stlar. To'g'rimi? Nima deysizlar? 4 minut o'tib yana bitta gol. Har 4 minutda uryapman deb o'ylayapman. Kylian Mbappe yugurib kelmoqda. Menimcha Jude Bellingham ikkalasi almash uryapti. Yana bir marta Kylian Mbappe'da. Albatta do'stlar, ofsaydga tushmasam bo'lgani. Ofsayd emas. Tindiq ofsayd yo'q. Gol. Kylian Mbappe gol urmoqda. Yana bir marta. Talaffuz qilishga eng qiyini Mbappe. Xullas, nima bo'lsa kommentariyada yozib qo'yinglar. Nima deb aytiladi? Hop. Yaxshi, Mbappe o'zim tilimda aytaveraman. Rodrigo birinchi marta zarba berilganda urilmagan gol. Albatta kechirish kerak emas. Vini. Mana buni chiroyli gol desa bo'ladi. Vinicius Junior. Do'stlar, sizlarga yana bitta savol bermoqchi edim. Bu yili 2024-yil oltin to'pda albatta hozir kelaman do'stlar. Bo'ldi do'stlar, yetib keldim. Xo'p. Yaxshi, endi qayerga borib keldingiz deyishingiz mumkin. Albatta uydagilarim ish berib qolgan edi. Shunga borib keldim. Vaqtim o'tmoqda. Albatta ofsaydga tushmasam bo'ldi. Rodrigo va gol. Atletico tamom bo'ldi do'stlar. Karilamasin ku. Bu videoni Barsa muxlislariga jo'natamiz do'stlar. Albatta Barsa qarshi o'ynamasam-da. Baribir jo'natish kerak edi. Real qanchalik zo'rligini bilib qo'ysin. Va birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Yaxshi. Do'stlar, bu yil bilganlaringizdek oltin to'pda Rodri yutdi.
Bu yil 2025-yil oltin to'pni kim yutadi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yaxshi, Mbappe. Gol. Time boshlanganidan so'ng 11 daqiqa o'tib yana bitta gol. 8-0. Yaxshi do'stlar, yaxshi natija. Bu yaxshi natija. Aytayapmanki, ofsaydga tushmasam bo'ldi. Gol yana bir marta Rodrigo. Albatta Rodrigo yaxshi. Griezmann, Kylian Mbappe. Gol. Assalomu alaykum bratanlar, qanday yaxshimisizlar? Yana bir marta gol. Kim bilmay qolgan bo'lsa. Yaxshi. FIFA o'ynashimiz ko'pchilik biladi. Albatta FIFAni finalda sus bo'lib qolmasam bu yo'qda zo'rman. Yaxshi ofsaydga tushmadim. Real do'stlar, Real Madrid baribir Real Madrid. Yana nima emas, 11 o'ynadi. Hali zo'r bo'ladi-ku bu. Javob uchrashuvda nima bo'lar ekan? Javob uchrashuvda yana ham kuchli bo'lamanmi? Qarab turinglar. Gol. Assalomu alaykum bratan. Gol. Menimcha bu sun'iy intellekt yoki haqiqiy odam. Agar haqiqiy odam bo'lsa hozir o'yindan chiqib ketgan bo'lardi. Aniq. Pastashadi deyapti. Mbappe pastashamaydi, gol uradi shunchaki gol uradi, shunchaki do'stlar, zo'r. Mbappe nechta gol urdi? Kommentariyada yozib qo'yinglar, sanagan bo'lsalar. Albatta. Griezmann. Valverde to'pni oldi. Shundan zarba beramizmi? Jarima maydonchasi ichidan bo'lsa-da dahshat gol bo'ldi. Qilg'ini qaranglar-da buni. Mayli. Yaxshi. Chiroyli gol bo'ldi. 14-0. O'zi Atletico ilk gollangani yo'q. Liverpool bilan to'qnashib qolsam bilmayman nima qilaman men. Liverpool. Chempionlar birinchi marta zarba, ikkinchi marta bergan zarbalarni gol bo'lmadi. Hop. Gol. Rodrigo. Do'stlar, Rodrigo. Kim nima deyapti? 15-0. Gol olamanman shu 2 minut ichida. Tugadi o'tdi. Tuga. Gol olsam kerak. O'yin yakuniga yetdi. 90+1 daqiqada Mbappe gol urib ketmoqda. O'yin yakunlandi. Shot 16-0 do'stlar. Yo, shunchalik ham bo'ladimi? O'zimga ishonmayapman. Hali javob uchrashuvi emas do'stlar, eng qiziq narsa. Javob uchrashuvi ertadan chiqadi do'stlar. Agar javob uchrashuvi tezroq chiqishini istasangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar va tezroq 15 tani ham yig'ib yuboraylik do'stlar. Va kimlar gol urganini sanayman. Mbappe eng ko'pi. Mbappe, Rodrigolar, xullas do'stlar. Va do'stlar, barchangizga xayr deb qolaman. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat do'stlar. Xayr do'stlar, xayr. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, esinglardan chiqmasin. Xayr.